Surxondaryoni qayerdansiz endi? Termizdan. Termizdan, ha? Judayam yaxshi. Endi sizda bo'layotgan holatlarimiz asosan quymishlarimizda yozibdi ozgina yemirilish bor deyapti. Birinchi bosqich ekan. Tizza bo'g'imida tog'aylarda yemirilishi osteoartroz kasalligini 3-bosqich qo'yyapti. Endi bu o'sha apparatchilarning xulosasi. Endi bizning xulosamiz qanday? Hozir aniqlaymiz. Xo'p, Xojona, sizdagi bu kasallikni boshlanganiga necha yil bo'ldi? 15 yillar bo'ldi. 10-15 yil bo'ldi. 10-15 yil. Bunga davolandingizmi, davolanmadingizmi? Davolandim. Ha, qalay bo'ladi? Lecheniyadan keyin qancha muddat yaxshi bo'lasiz? 20 kun orasida. 20 kun yaxshi bo'lasiz xolos, ha? Yaxshi. Endi 20 kundan keyin yana og'rib qolasiz. Shunga sabab nima deb o'ylaysiz? Lecheniyani qilgandan keyin uyga borganda rejimni buzib qo'yasizmi yoki lecheniyani kuchi yetmayotgan bo'ladimi? Lecheniyani kuchi yetmadi. Kuchi yetmayotgan bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, endi mana biz hozir siz bilan suhbatlashyapmiz. Suhbatda o'sha narsalarni aniqlab olyapmiz-da. Endi bitta harakatingizni ko'raychi xola. Harakatlaringchi. Yuraveringman, men tomon kelaveringchi. Mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, xola, mana oyoqlarimizda jichcha mana qiyshiqlik paydo bo'lib qolyapti ekan oyog'imizda. Mana bilyapsizmi, yon tomonga ozgina qiyshiqlik paydo bo'lib qolyapti ekan. Endi kelamiz metga. Men eslasangiz, haligi bitta videomizda surxondaryolik zemlagingizni ko'rdim. O'sha videoni ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Ana surxondaryolik xolani ko'rdim-da bitta videomizda. Xo'p, endi e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, mana oyoqlarimizni jupladik. Ikkala tizza bo'g'imini juplaganimizda, ikkala tizza bo'g'imini mana ko'zi to'g'ri turgan holatda tizzamiz mana pastga tegmay qolyapti. Ha, bildingizmi? Mana pastga tegmay qolyapti. Buni grafikini tuzamiz. Mana grafikini tuzganimizda o'ng tizza bo'g'imi, chap tizza bo'g'imi. O'ngida kuchlimi, og'riq chapidami? Chapida. Mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, o'ngiga nisbatan chapi sal balandroq turibdi, bilyapsiz. Endi boshingizni qo'yib yotib oling, xola. Boshingizni qo'yib yoting. Tizzalarni buklang, mana tizani buklang. Buklang. Mana buklashimiz yozishga nisbatan yaxshi ekan. Bildingizmi, xola? Mana buklayapmiz-ku. Buklashimiz yozishga nisbatan yaxshiroq ekan. Mana endi buni buklaymiz, xolam. Qani buklangchi? Og'riq bor shunda. Ha, mana bunda buklanmayapmiz. Bunda qiynalyapsiz. Yozing, xola. Mayli, hech qisi yo'q. Endi qarang, xolam. Xo'p, o'ng oyog'imizni shunday tepaga ko'taringchi, o'ng oyog'imizni. Yaxshi. Sekin tushiramiz pastga. Oyog'ingizni bosing pastga. Qo'limni bosing. Kuchingiz yaxshi ekan. Bu degani belimizdagi nervlar yaxshi ishlayapti. Chapini ko'taring. Xo'p, endi tushiramiz pastga. Qani, bosingchi. Bosing. Yaxshi bosdingiz. Yaxshi. Endi harakatlarni ko'ramiz. Mana quymishdagi harakatlarimiz. Quymishdagi harakatlar ozgina og'riqli bo'lyapti. Ozgina og'riq bor. Uzating, xolam. Buni buklaymiz. Qani, yaxshi. Juda ham yaxshi. Uzatamiz. Sekin o'tiramiz endi. Qani, o'tiringchi, xola. Bo'ldi. Mana xulosam, Xojona, mana tizza bo'g'im bo'yicha mana belingizni bilan tizza bo'g'imni moslaganimda asosan hozir tizza bo'g'ingizni davolashimiz kerak ekan. Endi 3-bosqich yemirilishda kitob fan bo'yicha aytayaptiki, bu bo'yicha davolanib turgan deyapti. Ya'ni tizza bo'g'imidagi tog'aylarimiz 60-65% yeyilib qolgan bo'ladi. O'sha yeyilib qolgan joylarni ta'mirlab turgan deyapti. Kitob aytayapti endi. Bizni praktikamizdan kelib chiqqan holatda bir xilgi bemorlarimizda 10 kun lecheniya qilganimizda bitta ham og'riq qolmaydi. Bir xilgi bemorlarimizda bu og'riq kamayib turib uyga borganda yo'qoladi. Bir xilgi bemorlarimiz ikkinchi etapida yaxshi bo'lishi mumkin ekanda. O'shaning uchun men ham qo'limdan kelgancha sizga yordam qilaman. Rahmat. Endi ataylar mana shu uzoq joydan ixlos qilib kelibsiz. Biz o'sha Toshloq Zarkay shifoxonasiga bundan juda ham xursandmiz, Xojona. Endi bitta so'zim bor sizga. Shu bizni o'sha ijtimoiy tarmoqda ko'rib qolgan bo'lsangiz, qanday xususiyatimiz sizga ma'qul keldi? Menga o'xshagan onalarni davolanyapman, yaxshi bo'ldim deganiga men ham xursand bo'lib shunga keldim-da. Menga ham davo chiqar deb. Ilohim, sizga o'xshagan onaxonlarni biz juda ham e'zozlaymiz. Biz ham siz qatori onamiz bor. Umringiz uzoq bo'lsin. Haqiqatda bu insonni haligi qadr-qimmati bu yuqori hisoblanadi. Bizga kelayotgan nechta onaxonlar bo'lsa, juda ko'pchiligi xursand bo'lib ketyapti. Shunaqa holatlar bo'ladiki, xona, mana misol og'ir holatdagi mana shu tizza bo'g'imi kasalligi bo'yicha kelsa ham, biz hech haligi torozini qo'ltig'ini tagidan tushirib yormaymiz-da. Maksimal qo'limizdan kelgancha davolaymiz. Vaqt kelsa 150 kilolik bemorlar kelyapti, 180 kilolik bemorlar kelyapti. U bemorlarni men aytamanki, sizni davolab qo'ya olmayman, kuchim yetmaydi demayman. Harakat qilamiz. Misol vesingiz baland ekan, vesingizni 50 kiloga tushirib keling deganingiz, keling desangiz ham, u bemor tushirib kela olmaydi. Qiyin-da 50 kilolik ves. O'shaning uchun har bitta bemorlarga yondashib, qo'limizdan kelgancha xizmatni qilyapmiz. Siz ham shu qatori
shularga o'xshab yaxshi bo'lib keting. Rahmat.